Navbatdagi xonadonimizga biz 6000 kvadrat plastikdan romlarini o'rnatib berganmiz. Hozir qay tarzda ishlashlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. 6000 kvadrat plastik romlarni o'rnatib berdik ikkinchi etajga. Bu yerda asosiy ya'ni birinchi etajda yana sexemikdan qo'ydirgan ekanlar. Shuning uchun bizga murojaat qildi. Ya'ni fabrika baribir fabrika. Montaj jarayonlari davom etmoqda. Podokoniyalar qopmiz. Podokoniyalarni o'rnatishga razmerlarga ahamiyat beramiz. Ya'ni bu yerda penani joy qoldirmaymiz. Ya'ni millimetrovka penaga joy qoldirib beramiz. Bu yerga 6000 kvadrat plastik rom qo'yib berganmiz. Ikkita tarafida ham ochiladigan bo'lgan, o'rtasidan bo'lib, bu yerda ham ikkita tarafi ochiladi. Bir tarafiga biz dibayno mexanizm qo'yib berganmiz. Rangiga tugmaqon qo'yib berganmiz. Mexanizm ya'ni turецкий mexanizm, ruchkasi rotorsiy, germanskiy mahsulot bo'ladi. Oynasi old tarafi yodviy, ichki tarafi oq oynadan berganmiz. Podokoniyalarimiz ya'ni splashnoy holatda podokoniya qilib berganmiz. 6000 kvadratni kamerasi 4 kameraga bo'ladi. Ishlashlari juda yengil ishlaydi. Pastda nomer qoldirmay shu nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyin tayyor bo'lgan holatlarda video qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting.